Assalamu alaykum aka-ukalarimiz, tinchmisiz, amonmisiz aka-ukalarim? Kunlarim sovutyapti. O'shanga sizlarga issiqqina yerdan ish topdim deyman. Moskvada. O'shaning uchun albatta mana yurakchani bosib qo'yasiz. Kanalimda yangi kuzatyapsizmi? Albatta mana podpisatsiya deydi-ku. Albatta kanalimizga a'zo bo'lsangiz, sizlar shunaqa poddesh qilib mana shu videomni ishlayman degan aka-ukalaringizga, tanish bilishlaringizga tashlasangiz, bizga shunaqa ko'p zakaz kelib ketadi. Hali kunda ish qo'yaman. Hali men yangi boshladim, hali 1000 obunachi bo'ldim. Shuning uchun sizlar poddesh qiling. İş tapdım. Aka-ukalar Moskvada issiqqina yerda bitgan zdaniyaning ichida отделки ish deydi. Tushunasiz-ku, sovuq, shkaplyopka, bunday ichine kafel bosish kerak ekan bitgan zdaniya, masalan, xona bo'ladi-ku, masalan. Keyin liboy ishi ko'psini bunaqa texnologiya bilan ekan. Masalan, suvog'anda siz bunday qo'lingiz bilan o'zingizni atmaysiz. Masalan, hamma zotni salasiz, mana videoda montajda qo'yaman. O'zi to'q bilan o'zi vuzildab shilangini tutib yorsangiz bo'ldi. Shunaqa ish ekan. Shunga aytdi bitta akaxonimiz, albatta menga telefon qilsin dedi. Hem WhatsApp'ini yozib qo'yaman, hem прямой звонок mana shu ekranda yozib qo'ydim ikkita telefonni. Bemalol bog'lansangiz oylik ham joyinda dedi. 10 günden 15 günden aylık aladı. Yatakhanasını ham içinde qilib beraman. Albatta menga telefon qilsin dedi. Xohlasa o'rishchalab gaplashsin, xohlasa o'zbekchalab gaplashsin mening bilan dedi. Men ishga olaman, 50-60 ta odam kerak menga dedi. Xo'p dedim, o'shanga mana sizlarga video qo'yapman. Tak что mana shu videoni отделки işte issiqqina yerda ishlayman degan aka-ukalarimizga albatta jo'natib qo'yasiz deyman. Keyingi videoni kutasiz. Keyingi videonim bundan ham go'zal, yaxshi ish chiqadi. Hali men to'xtamayman deb hamma ishlarimni tugatib oldim. Endi kunda kanalimizda ish chiqadi. Shuning uchun meni yo'qotmayman desangiz, albatta podpisatsiya bo'lib, komment yozib, siz nima ish izlab yuribsiz? Siz qaysi davlatdan meni kuzatyapsiz? 68 ming ta podpishkimiz bizning ne degan ekanda, bez podpisatsiya tomosha qiladigan videomizni albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hamma demak, biz ham 10 ming, 15 ming obunachi bo'laylik. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunda salomlashaylik deyman. Omad hammaga. Qozini bosin. Xo'p.